Ukam qara. Mana buni ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Endi bu yoqqa qara. Ahamiyat beramiz. Hech qanaqa maxinatsiya yo'q. Demak, broneplyonka bo'lmasa, mashina avariyada shunaqa ahvolga kelar ekanda. Ya, ukam sen noto'g'ri fikrlayapsan. Broneplyonka bunaqa avariyadan saqlamaydi. Bunaqa avariyadan keyin даже odam ham yo'q ketishi mumkin. Odam ham tirik qolmaydi ukam. Broneplyonканы vazifasini qisqacha test qilib ko'ramiz sen bilan ukam. Mana bu yerda broneplyonka bor, mana bu yerda broneplyonka yo'q. Endi mana bu tosh qara. Tosh. Ana, mana tiqiramiz. Ko'ryapsanmi? Qirib tashadi. Uchi kraskaga o'tdi. Endi mana bu qara. Bir xil og'irlikda chizilyapti. Plyonka chizildi. Oxirida ko'rasan. Endi qara. Endi detalga ham o'tib ketdi bu. Yo'q, endi shoshilma ukam, qara. Mana buni ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Endi bu yoqqa qara. Ahamiyat beramiz. Hech qanaqa maxinatsiya yo'q. Qaytaga qattiqroq urildi. Endi ko'ramiz. Qara, polni chizib tashlaymiz. Ketmaydi bu. Bu yerga ham polni chizamiz. Kuch bilan chizamiz. Endi ketdi mana. Rezultatni ko'ramiz. Bismillah. Ko'ryapsanmi, tiniqligini? Mana udar bilan urilgan joy, pachog'i bor. Lekin kraska sinmabdi. Kraska sinmagan. Bunda endi nima bo'ladi ekan? Buni oddiy miyatina bilan, vakuum bilan chiqazib qo'yamiz, original detal qoladi. Mana broneplyonканы vazifasi. Lekin mana bunaqa udarlardan, mana bunaqa holatlardan hech qanaqa broneplyonka ham, hech qanaqa strofovka ushlab bera olmaydi. O'shaning uchun akalar juda ham ehtiyot bo'lib, mashina haydaymiz. Akalar xullas rezultatni ko'rdinglar. Videoni mashinasi bor do'stlarga jo'natib qo'yinglar maksimal. Video foydali bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'ying.